Assalomu alaykum. Sog'-salomatsizlar birodarlarim. Do'stlar, agarda qon bosimingiz 15-20 simob ustunlikda ko'tarib yursa, o'ynasa, davleniya va hamda yurak tezlashib tahikardiya berganda va potensiya tushib ketganda, mana lichnoy. Lichiniya qilsa bo'ladi shu o't bilan mana. Agar tonigan bo'lsangiz mana qarang. Ko'ryapsizmi? Buni ruschada set deb aytilar ekan, o'zbekchada o'zimiz bezor bo'lib ketgan o't. Salom alik. Assalomu alaykum desangiz ham bo'ladi do'stlar mana. Mana do'stlar. Ana shuni tanasi bilan yig'ishtirib olasiz. Quritasiz soyagada. Masalan deylik, yarim kilo topsangiz, qurigan vaqt 200 gram bo'lib qoladimi? Shuni 200 gram ko'k choyga aralashtirib qo'yasiz, birodarlar. Ko'k choyga aralashtirib qo'yasiz va bir osh qoshig'ini 1 litr qaynoq suvga damlab qo'yib, choy shaklida iste'mol qilib yuraverasiz. 2 oymi, 3 oymi iste'mol qilib yuravering, ziyoni yo'q. Potensiyani oshirar ekan va davleniyani 15-20 simob ustilikda tushirib berar ekan. Kayfiyatni ko'tarar ekan. Ziyoni yo'q. Mazza qilib yashab yuraverasiz, xudo xolasa. Foydalaning. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz xayr. Asossiz o'z asrang.